Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Mana ayollar jamoatini Ravzaga olib ketyapmiz. Payg'ambar alayhisalom Ravza shariflariga ayollarimiz jamoati kelyapti, Xudo xolasa. Alloh taolo muborak qilsin. Ravza sharifga Xudo xolasa. Maşallah, maşallah. Ayollarimiz jamoati Xudo xolasa Ravza sharifga kirishadi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya khayr khalqillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Mana yuraveramiz ha. Siz yetalavering, Murodjon, siz yetalavering. Tez opa, yuramiz. Alhamdulillah, mana ayollarimiz jamoati Ravza sharifga kirib ketishyapti. Maşallah, mana Ravza sharifga navbat turishdi. Ayollarimiz jamoati Ramazon iftori guruhi. 25-aprelda inshaalloh navbatdagi reysimiz biz bilan birga bo'lasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo kalomi sharifida marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaharlari, bu zot sharif sallallohu alayhi vasallam masjidlariga kelganda albatta Ravzaga harakat qilinadi, kelib chiqishlikka imkon qadar. Alloh taologa hamd bo'lsin. Mana Ramazon guruhimiz ham Ravza sharifga kelib chiqdi. Ayollar, erkaklar jamoati ham, hozir ayollarimiz kelib ketdi. Alloh taolo u zotga salovat salomlarimizni yetkazsin. Muhtaram birodarlar, inshaalloh navbatdagi safarimiz 25-aprel. Siz azizlar bilan birgalikda Xudo xohlasa 25-aprelda yana birga safar qilamiz, umra qilamiz. Jazira firmasi bilan Ramazon ifori guruhi bilan birga bo'linglar. Xizmatinglarda kamina men Abdurahim o'zim bo'laman inshaalloh. Bu 25-apreldagi umra safaridan keyin hajga harakat boshlanadi, umralar to'xtaydi. Bu demak bu yilgi mavsum, bu yilgi sezonning oxirgi safari bo'ladi. Alloh taolo nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.